Do'stlar, mana mototsiklni Mazil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar faqat naqd pulga sotiladi. Shu bo'lib berish, viko bunaqa narsalar yo'q. Minsk mototsikl, puli 5 million, hamma narsasi ishlaydi. Motorlari bo'lgan. Ozgina kelishilgan joyi bor, bir zavod qilingda. Parodni, fara, hamma narsasi ishlaykan. Radnoy Minsk zavodskiy kraskaga sovetskiy texpasporti nomerlari bor ekan. Gilzalar 025. Gilzalar 025, speedometr, mana taqir tuqur hamma narsasi ishlaykan. Puli 7 million. Böyle o'chadi. Shu do'stlar, balonlari Petrashina. Ya va puli $1000, ozgina kelishgan joy bor, elektronik zajigana qilingan, hamma narsasi ishlaykan. Ikkinchi remont ekan gilzalari. Mana Minsk mototsikl polisda bo'lgan, yangi vipiska, balonlari yaxshi, kraska bo'lgan, sidinka chexol bo'lgan. Mara, parodni. Aha. Bo'ldi. Bo'ldi, o'chadi. Puli qancha? 4,5 million. Puli 4,5 million. Radnoy Minsk zavodskiy kraskaga ikkita balon yangi, hali yurmagan. Motorlar bo'lgan. Puli Hamma joyi. ha, puli qancha? Buni puli 10 million 500. Hamma joyi. Chopper moped. Puli 6 million. Puli 6 million.